ishlarni boshlabordinglarmi sizlar ham? Tatyanaxon degan. Tatyanaxonmi? Tatyanaxonmi? Tikuvchilar уже poplin bilan shtapelga уже to'lib ketishgan bo'lsa kerak. Mana уже bular ham ishlarni boshlab yuborganlariga qaraganda уже ketdi. Nechi puldan tikasiz? Anaqalarni poplinlarni, ko'ylaklarni? Boshlanishi 150. Tikuvchilar soqqani bosib yotibdi mana. Mana shu Tatyanaxonmi shuni? Mana Shu Tatyana. ana mana shu Tatyanaxonning bichimi ekan. Xullas bu dizaynim. Mana bu yerda atelyeylari har balo bor bu yerda. Manzilimiz Toshkent viloyati Mirzo Ulug'bek tumani Humoyun ko'chasimi? Humoyun ko'chasi. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Уже bichib hozir material turuvdi, hozir bichib tashladilar mana shuni ko'z o'ngimda. Bo'ldi egasi. Уже ikkinchi materialga o'tdilar. Hammasi yuvilgan, dazmollangan. Ana qo'shilib etishdi. Endi bundan Florida Ko'ylakni ko'ylakni nomi Florida. Varetniklari bo'ladi. Klassika. O'zbekcha gapiring. Klassika ko'ylak. Klassika ko'ylak. Varatnik bo'ladi. Shuni hisobiga Florida nomi. Florida nimaga Florida desa, Fransiyani ayollari shu libosni vaqtida sevib kiyishgan. Bu libos yoqalar qo'yiladi. Oddiyroq ko'rinish uchun shunga shunaqa fason kiyishgan ular. Asosan ishda ishlaydigan ayol. Dizaynerimizning gaplarini eshitib, akam akasi bo'lib qoldi. Chunki ona tili darsida o'tirayotgandek bo'ldim. Bilasizlar, hozir YouTube kanalini rivojlantirish o'ta odamlarning e'tiboriga tushib qolish juda ham qiyin. Onnasini yemsan. Xullas, zakazlar ko'p. Florida, bu Tatyana, mana bu nima Tatyanami? Bu nima? Bu nimada? Bu Tatyana u. Bu ham Tatyanami? Ikkita Tatyanaxon. Tatyana ko'ylagimiz ham. Oddiy, soddagina ko'ylak. Уже готово. Да. Нормально. Tatyana ko'ylak asosan belida burma